Lubrikant nima va uni ishlatish uyatmi? Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Ko'pchilik bu judayam uyatli, bu menga kerak emas deb o'ylaydi. Ammo biz siz bilan bugun aynan mana shunday stereotiplarni sindiramiz. Tibbiy nuqtai nazardan obyektiv, sog'lom ma'lumot. Biz bilan qoling. Bizning jamiyatda intim mavzular uyat hisoblanadi. Bu tushunarli holat albatta. Ammo sog'liqni saqlash uyat emas. Biror joyimiz og'risa biz doktorga yoki dorixonaga boramiz. Intim diskomfort ham aynan mana shunday. U ham davo talab qiladi. Lubrikantlar nafaqat jinsiy mahsulot, u balki tibbiy yordamchi vositasidir. Buni tibbiyot ham rasman tan olgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, intim quruqlik butun jahon bo'ylab millionlab ayollarning tibbiy muammosidir. Endi tibbiy foydasi haqida gaplashamiz. Ginekologlar nima deydi? Lubrikantlarni qachon tavsiya qiladi? Birinchi holat. Ayollarda menopauza davrida estrogen gormoni tushib ketadi. Natijada tabiiy namlik kamayadi. Bu normal fiziologik jarayon. Ikkinchi holat. Tug'ruqdan so'ng gormonal o'zgarishlar sabab bo'ladi. Uchinchi holat. Stress va charchoq kabi psixologik omillar fiziologiyaga qattiq ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi holat. Dorilar, masalan, antidepressantlar yoki antiallergenlar yomon ta'sir ko'rsatib, quruqlikka olib keladi. Beshinchi holat. Yosh ayollarda ham uchrab turadi. Noto'g'ri ovqatlanish, gormonal dorilar hamda stress. Demak, lubrikantlar zarurat bo'lganida yordamga keladigan tibbiy vosita. Lubrikant turlari. Lubrikantlarning 3 ta asosiy turlari bor va men sizga hozir hammasini aytib beraman. Suv asosidagi lubrikantlar tez yuviladigan, eng xavfsiz va eng tarqalgan turidir. Silikon asosidagi lubrikantlar uzoqroq ishlaydi, suvda ham samarali, ammo boshqa silikon mahsulotlari bilan ishlatib bo'lmaydi. Tabiiy yog' asosli lubrikantlar, masalan, kokos moyli lubrikantlar, lateks bilan to'g'ri kelmaydi, ammo teri uchun juda ham muloyim. Soft mahsulotlari 99% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan, gipoallergen, dermatologlar tomonidan testdan o'tgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, lubrikantlarni ishlatish uyat emas. Bu sog'liqni saqlashning bir yo'li xolos. Savollaringiz bo'lsa izohda qoldiring. Barchangizga albatta javob beramiz. Sizning sog'lig'ingiz birinchi o'rinda. Salomat bo'ling.